biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan kreditimiz haqida ma'lumot beramiz. Ushbu kreditning qoidalari quyidagilardan iborat. Bunda yakka tartibdagi tadbirkorlik subyekt sifatida faoliyat yurituvchi, dehqonchilik va hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullangan, ijtimoiy soliq to'lagan, o'zini-o'zi band qilgan yoshlarga ajratiladi. Bunda kamida 6 oydan ortiq muddat davomida faoliyat ko'rsatayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yurituvchi yoshlar, dehqonchilik va hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan yoshlar, ijtimoiy soliq to'lagan, o'zini-o'zi band qilgan yoshlar, Ustav kapitalidagi ulushi kamida 50% kredit ajratilishi maqsadida yosh bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga tegishli bo'lgan yuridik shaxs tashkil etgan holda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlariga ajratiladi. Bunda kamida 12 oydan buyon faoliyat ko'rsatayotgan hamda oxirgi 12 oyda aylanma